dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Rossiya biladi, AQShda yaqin orada NATOga nima bo'lishi aytildi. Dunyo Rossiyaning Ukrainadagi urushidan saboq olmadi, David Cameron. Yakkama-yakka kurashishimiz kerak bo'lsa kurashamiz, Netanyahu. Ukrainada yer ostida joylashgan maxfiy qurol zavodlari qurilgan, El Mundo. Kiyevga Berlin raketa uchirgichlar, Parij esa muddati o'tgan raketalar beradi. Rossiya biladi, AQShda yaqin orada NATOga nima bo'lishi aytildi. NATO hozir zaif va Ukraina mojarosidan keyin alyans taqdiriga havas qilib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin, dedi Pentagonning sobiq maslahatchisi Douglas McGregor Judging Freedom efirida. NATO mojarodan omon qolmaydi va pastga tushadi, dedi u. Hozir ittifoq har qachongidan ham kuchsizroq va buni qurollar bilan yashirishga harakat qilmoqda, deb hisoblaydi ekspert. Unga ko'ra Rossiya buni juda yaxshi tushunadi. Rossiya NATOning Moskvaga nisbatan tajovuzkor yo'nalishini bir necha bor ta'kidlagan. Blok postsovet maydoniga kengayishi va qarama-qarshilikka qaratilgan. Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, Shimoliy Atlantika alyansining bunday siyosati mintaqaga kattaroq xavfsizlik olib kela olmaydi. Dunyo Rossiyaning Ukrainadagi urushidan saboq olmadi, David Cameron. NATO ittifoqchilari Rossiya bilan keng miqyosli urush xavfi tufayli mudofaa xarajatlarini oshirishi kerak. Bu haqda Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameronga tanib Politico xabar berdi. Cameron mintaqada urush ketayotgan paytda ham mudofaaga sarmoya kiritishni istamaydigan yevropalik ittifoqchilarni tanqid qildi. U NATO ittifoqchilaridan mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 2,5% miqdorida oshirishga chaqirdi. London bu ko'rsatkichga 2030-yilgacha erishmoqchi. Shuningdek, biz NATOning barcha ittifoqchilari uchun yangi mezon sifatida 2,5% ni belgilashimiz lozim, dedi u. Britaniya tashqi ishlar vaziri Rossiyaning Ukrainadagi urushidan dunyo saboq olmagani uchun qattiqroq pozitsiyada bo'lishiga chaqirdi. Dunyo ko'pchiligimiz bilgandan ham xavfliroq, beqarorroq va qarama-qarshilikka to'ladi. Bu haqiqatni tan olishimiz va shunga muvofiq harakat qilishimiz lozim. 1-2 yil yoki oydan kam emas, balki hozir, dedi Cameron. Alyans mamlakatlari mudofaa xarajatlarini yilning 2% gacha oshirish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, London bu ko'rsatkichga 2030-yilgacha erishmoqchi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreya dunyo tartibini buzish maqsadida birlashgan degan fikrni bildirgan. Agar shubha qilsak, dushmanlarimiz bizning o'zimizga kelajagimizni yozib qo'yadi. Demak, jasorat ko'rsatishimiz kerak, deya xulosa qildi Cameron. Yakkama-yakka kurashishimiz kerak bo'lsa kurashamiz, Netanyahu. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu mamlakat G'azo sektoridagi janglarda hatto tashqi yordamsiz ham g'alaba qozonishini ma'lum qildi, deya TASS xabar berdi. 76 yil avval mustaqillik bayrami arafasida biz kamchilik edik. Dushmanlarimiz ko'p edi. Qurol-yarog'imiz yo'q edi, ammo matonat, qahramonlik va ichki birdamlik tufayli biz g'alaba qozondik, deydi u. Isroil mustaqillik kuniga bag'ishlangan video murojaatida. Falastin hududida 6 oydan ortiq davom etayotgan harbiy amaliyotlar munosabati bilan xalqaro hamjamiyat so'nggi paytlarda Isroil hukumatiga bosimni kuchaytirib, anklavda harbiy harakatlarni tezroq to'xtatishni talab qilmoqda. Bugun biz ancha kuchlimiz. Bizni yo'q qilmoqchi bo'lgan dushmanlarimizni yengishga ahd qildik. Yakkama-yakka kurashishimiz kerak bo'lsa, yolg'iz kurashamiz. Kerak bo'lsa, tish tirnog'imiz bilan kurashamiz, deya qo'shimcha qilgan bosh vazir. Isroil rasmiylari Rafahdagi operatsiya to'liq g'alaba va G'azo sektoridagi hammasini mag'lub etish uchun zarur ekanligini ta'kidlamoqda. Avvalroq AQSh rasmiylari Rafahda jangovar harakatlar davom etsa, Isroilga qurol yetkazib berish cheklanishini aytgan edi. Ukrainada yer ostida joylashgan maxfiy qurol zavodlari qurilgan, El Mundo. Ukrainada yashirin qurol zavodlari tarmog'i qurilgan, ularning ba'zilari yer ostida joylashgan. Bu haqda Ispaniyaning El Mundo nashri Ukraina qurol sanoatidagi manbaga tayanib xabar berdi. Nashrning qayd etishicha, ushbu zavodlarning joylashuvi o'ta sirli. El Mundo suhbatdoshiga ko'ra, hozir Ukrainani eng ko'p xavotirga solayotgan narsa bu zavodlarning Rossiya qo'shinlaridan qanchalik yashirinligidir. Biz ishchilar orasidan bir qancha xoinlarni aniqladik, deydi manba nashrga. Suhbatdoshning ta'kidlashicha, Yevropada qurollanishga imkon beradigan zavodlar yo'q. Ukrainada bu imkoniyat bor. Bizda pul va shartnomalar yetarli emas. Yevropada Rossiya tahdidi tufayli ularni qayta qurollantirishga imkon beradigan zavodlar yo'q. Bu yerda boshqa Yevropa zavodlariga qaraganda ancha qisqa vaqt ichida ular xohlagan narsani ishlab chiqarish uchun tajriba va resurslarga egamiz, deydi manba. Kiyevga Berlin raketa uchirgichlar, Parij esa muddati o'tgan raketalar beradi. Fransiya Ukrainaga muddati o'tgan uzoq masofali Sklab raketalarini, Germaniya esa 3 ta HIMARS raketa uchirgichlarini yetkazib beradi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Fransiya Ukrainani Rossiya agressiyasidan himoya qilishda yordam berishning yangi usulini o'ylab topdi.
Trials dasturining bir qismi sifatida Ukrainaga muddati o'tgan yoki yaroqlilik muddati o'tgan komponentlardan yig'ilgan uzoq masofali Scalp raketalarni topshirish rejalashtirilgan. Radio France International ma'lumotlariga ko'ra, Trials dasturi konteynerlarda saqlanadigan Scalp raketalardan foydalanadi. Bunda raketalarning ikki turi mavjud, yaroqlilik muddati o'tgan, lekin foydalanilmagan va tarkibiy qismlari boshqa Scalp raketalarga foydalanish uchun olib tashlanib, keyin demontaj qilingan. Konteynerlarda saqlanadigan raketalar fransuz zavodlariga yetkaziladi va u yerda 3 oy ichida foydalanishga yaroqli holga keltiriladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.